Men hayot reytingining qaysi o'rnidaman? Forbes dunyodagi eng muvaffaqiyatli 30 ta odamdan tortib 300 tagacha bo'lgan odam uchun maxsus ro'yxat yuritadi. Meni ushbu ro'yxatda hali yo'q ekanligim aniq. Shunga qaramasdan eng yaxshilar orasida bo'lishni istayman. Ammo kattalar hayotidagi muvaffaqiyat tushunchasini nima bilan o'lchash mumkin? Albatta pul miqdori bilan dersiz. Puling qancha ko'p bo'lsa, shunchalik muvaffaqiyatlisan, to'g'rimi? Albatta, aksariyat odamlar uchun muvaffaqiyat tushunchasi pul bilan bog'liq. Shuning uchun ham bugungi kunda mashinalar ko'p joylarda insoniyatni qo'l mehnatidan ozod qilgan bo'lsa-da, bizgacha yashagan avlodlardan bir necha barobar ko'proq ishlashda davom etyapmiz. Qadimda ovchilar yegulik topish, termachilik va ov qilish uchun kuniga 4 soat vaqt ajratishgan. Qishloq xo'jaligiga o'tish jarayonida odamlarning ish soatlari ko'paydi. Ular dalalarga ishlov berish, urug' sepish, hosil olish, hosilni yig'ish, jonivorlarni oziqlantirish uchun ko'proq vaqt sarflay boshladilar. Misol uchun, o'rta asrlarda ingliz dehqonlari kuniga 8 soatdan ishlashgan. Bu holat yilning 150 kunida takrorlangan. Yilning sovuq fasllarida esa zaxira qilib olingan yeguliklar ularga kifoya qilgan.